Hurmatli kuzatuvchilar, Termiz shahrida joylashgan Rancho milliy taomlarida mana shunday Jizzax somsaning 1 kiloligi tayyorlanyapti. Hozir Jarqo'rg'on tumanidan Zokir akamiz tashrif buyurgan, vaqtga qo'yib yeb beraman deyapti. Tayyormisiz? Tayyorman. Vaqt ketdi. Qaydalarni ham ichiga qo'yadi. Sousdan qo'ying, sousdan. Bakın. 45 sekund bo'ldi. Ko'tar ichvarni. Qani o'tirasizmi? Siz bo'lmasin? Qani. So'sdan. Ketmaydi. Bo'lsam vaqt to'xtatamiz. 7:28, 7:30 daqiqada. Bitta narsani hisobga olamiz. Bu yerga kelishdan oldin nima yeb ko'rdingiz? 7 kasa qaynatma sho'rva, 4 ta samsa, Mehmondorchilikdan kelyapti. yarimta patir, patirimiz xamirga qattiq bo'lib pishadi. Mazza berib yana 1 kilo samsa yeb qo'ydim. Agar mana shuni 5 daqiqada yeb berganingizda, 300 ming so'm prizi bor edi. 300 ming so'm. Ham mana shu yegan somsangiz tekin bo'lardi. Qanday bo'lardi? Dahshat bo'ladi. Boshqaringga kelsangiz yesmaymi? Boshqaringga kelsam garantiyman. Qachon kelasiz? Yo'q payt kelaman. Ertamo'si erta. Men nima deyman? Och bo'lsam, buni yeyib tashlab ketadi. Mening hozir aybim yeyib tashlash. Qaynatma sho'rva bilan 4 ta samsa, bu tagda yarimta patir yedim. Shu xalaq berdi menga. Mana shunday kutilmaganda kelib qoldi. Hurmatli do'stlar, sizlar ham tashrif buyurib, mana shu 1 kilolik somsani 5 daqiqada yeb bersangizlar, somsa bepul 300 ming so'm prizi bor. Mana shuni polvon do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz.